Ramadanda 20 million pul bor. Men buni sizga bermoqchiman. Agar bu pullardan siz voz kechsangiz, buni sizga emas-da, cho'l dashta yashayotgan doda bilan xola bor. Shularga beraman, evaziga sizga sirli sovg'a beraman. Agar mana shu pullardan voz kechadigan bo'lsa, ularni 500 millionlik mana shu hashamatli uy kutib turibdi. Qiynalgan oylarga beravering Eldor aka. Ismingiz nima edi? Layla. Issiqda qiynalmayapsizlarmi? Men bu joyda ishlab. Aka, qiynalsak nima qiladi? Qilamiz-da. Uch, 2, 1. Yangi uylar bor-ey bo'lsin. Yoqdimi sizga? Judayam yoqdi, rahmat. Eng zo'r xona bu bolalar yotoqxonasi bo'ldi mana. Kiringlar. Marhamat. Vau! Ana endi chamadondagi pullarni 700 kilometr uzoqda cho'lda yashayotgan otaxon bilan onaxonga beramiz. Qaranglar, qanaqa joylarda yashashyapti. Atrofda deyarli aholi yo'q. Go'shtli ovqat ham yeb turasizlarmi? Xudo berib qo'ysa. Bo'ladi endi hamma. Bugun obedga nima ovqat yedilar o'zi? Abitga shu kartoshka ana Go'shi bormidi kartoshka? yo'q, endi go'shtga aytamjon. Har pensiya kelgan pullar go'sht olamiz. To'sin ikki narsada. Bu 20 million pul hammasi sizlarga. Yo'q. Shuncha pul. Alloh berganiga shukr, behisob shukr. Sizlarni har bitta bosgan laykinglar bular uchun yordam. Videoni kimgadir jo'natishinglar ham yordam. 50 ming so'm yoki 100 ming so'm qilgan ehsoninglar sababli mana shu oilaga juda katta yordam bergan bo'lasizlar.